Shuhratbek, xohlasa obunachilaringizga boru mollarni vobshe zo'ridan puli yengilroqdan keldi. Xohlasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursa, mollar sarti novvosan bahonajinam bor. Obunachilaringizga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Narxi arzon. Videoni ko'rishsa, arzon bo'lsa kommentariyaga arzon deb yozib qo'ysangiz. Qimmat bo'lsa qimmat deysa, iloji boricha arzonlashtiramiz. Lekin mollar zo'ridan kelgan. Assalomu alaykum. Shuhrat.uz kanalining ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Akalari, mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha arzonchilar va optimchilar yig'ilgan qishloq Sariq qishlog'idamiz. Sariq qishlog'ida sotiladigan bugungi yosh buqa va hunarchilar bor ekan. O'shalar obzorini beramiz. Kanalga bittadan like bosib, obunani bosib turasizlar. Qani bo'lmasa to'liq ma'lumotlar Sanjarbek akamiz o'zlaridan olib beramiz. Assalomu alaykum. Sanjarbek aka. Obunachilar, assalomu alaykum. Xohlasa mollar yetib keldi. Narxi arzon. Narxi o'ta yengil. Videoni oxirigacha ko'rishsa, afsus qilishmaydi videoni ko'rishganiga. Xudo xolasa narxlar yengil bo'ladi. Bomba bo'ladi. Qaysi tomondan boshlaymiz? Ash tarafdan boshlayveramiz. Ana bo'lsa, buqachadan boshladik. Novvos Shved gibrid. Shved gibrid variantidan. Oyoq qo'llari o'sha dalabop variantlaridan. Buqachani o'zi ham bu fermadan chiqqanmi? Ha, bu fermaniki. Xo'p, xudo xolasa. De ulim bor, yetalab yuradi degan odamlarga. Narxi ham o'ta yengil bo'ladi. Yengil. Bozorda arzon, bozorda arzon. Bo'ylarini bir qator o'lchaydi. Bo'yi 90, 88 ga olish, 88 ga olishaveradi. Narxi qanaqa bo'ladi buni? Orana puli ham 88, 9 demadim. 8 million 800 ming. 8,5 million so'mga obunachilarga kamiga o'tib berasiz. Shuhrat uzdan chiqdim deysin, 8 million 500 ming. Kamini xayrini chiroyli qilib o'tib beriladi yanada. Aytib, telefon qilishadi, ish bitadi. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Barakasini bersin. Bu birinchisi. Ana endi bu keyingilari. To'qol variantidan. To'qol variantidan. Narxi ham o'sha juda yengil bo'ladi, deydi-ku. Oyoq qo'li baquvvat va vobshe zo'rlaridan xudo xolasa. Bu 85 ga olish. Bo'ylari 85 sm. Bu narxi qanaqa bo'ladi? Narxi 8 million 500 demadim aka. Qancha deysiz? 8,5 uni qo'ydi, gap so'z yo'q. 200 ming o'tib beraman. 8 million 300 qo'yib beraman. 8 millionga kamiga o'tib berasiz. Telefon qilishadi, kamini xayrini chiroyli qilib o'tib beramiz. Telefon qilgan odamning ishini bitiramiz. Ishi bitadi. Uni dastavkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabki Vodiy bo'ylab, Toshkentgacha. O'zbekiston bo'ylab telefon qilsin, chiroyli qilib kelishilgan holda yetkazib beramiz. Kelishilgan holda yetkazib beriladi. Ana endi bu keyingisi. Keyingisi novvos. Bu qo'chani ham vobshe zo'ridan boqaman degan akalar uchun. Qo'li polvonlar uzun variantidan deydi. Bo'ylarini bir qator 95, 93 ga olishaveradi. Bu narxi qanaqa bo'ladi? 9,5 demayman. Qancha deysiz? 9 million 300 qo'yib beraman. Obunachilar telefon qilishadi, 9 millionga kamiga yaraga o'tib berasiz. 9 million 300 zo'r narx aytdim. 9 million so'mga o'tib berasiz obunachilarga. Arziydigan narsa. Telefon qilishda o'tib berasiz 9 million. 100 ming telefon qilish Shuhrat uzdan chiqdim, videongizga aka like bosib qo'ydim deysiz, 9 million so'mga chiroyli qilib xayrini kamini qilib beraman. Chiroyli qilib xayriga kamiga o'tib beriladi. Ana endi bu keyingilari. Ikkitani bitta qo'yamiz. Ikkitasi birda. Baquvvat zo'ridan. Shu boshidan. Bu orqa boshlarini ko'rsatib. Orqa boshini mana bir qator bular ko'rsatib o'tamiz. To'lishga variant. O'sha oyoq qo'li dalabon variantlaridan o'sha kichkina ulumba yetilab yuradi deydigan akalar uchun bular tavsiya qilib ketiladi. 93 ga bo'yi. Hop. Buniki mana bo'ylari 93 sm. Bu birinchisi. Mana bu endi ikkinchisi. 93 ga 95 olsin. 93 ga 95. Narxi qanaqa bo'ladi? Bitta molni ko'rsating, narxini deyin aytaman. Narxi o'ta yengil bo'ladi lekin. Baquvvat variantlari. Ikkovini bir joyga aka. Qancha deysiz? Mana 11 million, 10 million 500 demayman aka. Qancha deysiz? 10 milliondan qo'yib beraman. 10 milliondan kami bor. Telefon qilishadi, kamini xayrini chiroyli qilib o'tib beraman aka. Telefon qilgan odamning ishini bitirasiz. Qilgan odamning ishi bitadi. Ana endi bu keyingisi o'sha. Bu kattaroq odamlarga akalar uchun. Yebishi ham zo'r. Yedishlari zo'r. Yedishga qancha kafolat berasiz bular? Yedishi bir hafta meni bo'ynimda. Bir hafta kafolat berasiz.
Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiya bormi Havodan yo'qmi? yuqadigan kasalliklarga garantiya bermaymiz. Garantiya berilmaydi havodan yuqadigan kasalliklarga. Biri 5 ga olishsin bo'yini. Bo'ylar biri 5 ga olishadi. Narxi qanaqa bo'ladi? Narxi aka 12 million so'm qo'yib beraman obunachilarimizga. 11 million 500 ming so'mga kamiga o'tib berasiz telefon qilishda. Gap sizga qo'ldim. 11 million 500 ming emas, gap sizga 300 ming o'tib qo'ydim. 11 million 700 ming so'm qo'yib 11 beraman. million 600 ming so'mga kamiga o'tib berasiz obunachilarga. Barakasini bersin. Ana endi keyingilar Xunojinda zo'ridan Sigirbopidan so'ragan akalar uchun Xunojinda bir qator ko'rsatib Oq yo'q o'sha. Qop-qora panterasidan boqaman deb niyat qilayotgan akalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz bular. Bo'yi 98-96 ga olishsin. 96 ga olishaveradi bularni. Ular narxi qanaqa bo'ladi? Jupigami yo yakkama-yakka? Yakka-yakka. Narxini qancha deysiz? Yengil aytaman aka. Yengil qilib. Obunachilaringiz aka. Yo'q 8,5-9 emas aka. 8 million so'm qo'yib beraman. 8 million so'mga kami bor. Kami bor. Yo'q pulda yechib foydasi yo'q. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Telefon qilgan odamni ishini bitiramiz. Xudo xolasa ishini bitirib beramiz. Bu faqat tugatishga deydi-ku. Ana endi bu keyingisi. Bo'yi 1.5 ga olishsin. Bular 1.5 ga olishaveradi. Narxi qanaqa bo'ladi? 9 million demadim aka. Qancha deysiz? Obunachilaringiz like bosib qo'ysin, 8 million 800 qo'yib beraman aka. 8 million 500 ming so'mga kamiga o'tib berasiz. Qo'yib berar ekansiz. 8 million 500 emas aka. Qancha Gap deysiz? sizga yana 100 ming o'tib beraman. 8 million 700 ming. 8 million 600 ming so'mga kamiga Yo'q o'tib aka. berasiz. 8 million 700 mingga chiroyli kamini xayrini qilib beraman. Bu Shuhrat Uzdan deyshadi. 8 million 600 ming so'mga kamiga o'tib berasiz. Barakasini bersin. Akalar, video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz deya bugungi videomizga yakun yasaymiz.